Jigar saratoni. Dadam tuzalib ketishini xohlayman. Shugina farzandlarim yetim qolmasin. Aziz vatandoshlar, biz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qirg'iz mahalladamiz. Ukamiz yosh, 3 nafar farzand. Biz bolalarni yetim bo'lib qolmaslikdan saqlab qolishga hozir imkoniyatimiz bor. Akamiz mana Max klinikasiga ham borib, kimyoterapiya 4 marta $5,000 dan $20,000 olgan. O'zbekistonda 8 marta $25 milliondan kimyoterapiya olgan. Jigar ko'chirish operatsiyasiga tayyor bo'ldi, lekin qarzga ham botib ketdi. Alloh rozi bo'lsin shu Qashqadaryoliklardan. Qo'ni-qo'shnilar, mahallalar qo'ldan kelgancha ukasi mashinalarini sotib, arendaga minib yurgan mashinalarini uzganiga, uni sotib, kira qilib yurgan mashinalarga sotib, shuni saqlab qolishlik uchun, shu norachita go'daklarni otasi bilan birga qolishlik uchun harakat qildi. Bo'ldi, bu yog'iga ularni operatsiya qilishga bir so'm puli qolmadi. Uni ustiga qarz. Keling aziz vatandoshim, shu ukamizni hammasini qizi jigarini beryapti. Zudlik bilan Hindistonga jo'natib, jigar ko'chirish operatsiyasiga siz bilan biz ko'maklashishimiz kerak. Azizlar, kelinglar. Quyidagi qo'yilgan kartalarimizga hammasiga o'z hissanglarni qo'shinglar. Har safar aytyapman, har bir kartada 100 ta SMS bor. 1000 so'm so'rasangizdan bitta SMS ko'tar. Imkon qadar tepadagi Shavkatbek Zulfiqarovga summasi kattaroqlar, pastdagi Mohira To'xtaxonovga o'sha 5000 10 minglar pastga tashlaylar, chunki mayda pul bilan limitimiz to'lib qolib, biz ko'zlangan 25 ming 30 ming dollarni yig'a olmay qolyapmiz. Agarda kimdir naqd pul bermoqchi bo'lsa, mana adminimiz nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilsanglar, mana Qashqadaryoliklar bo'lsa, bu oilani telefon nomeri bilan lokatsiyasini beradi. Bemalol kelib, ehsoningizni berib ketaverasizlar. Agar Toshkentdagilar bo'lsa, bizning Mohira singlimiz bor. Adminga telefon qilsanglar nomerini beradi. Mohira singlimiz borib, sizlardan pulni yig'ib bizga jo'natadi. Biz har kuni shaffoflik bilan har olib chiqqan oilamizda berilgan pullarni ko'rsatib boramiz. Qani bardavom bo'lamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lamang buni. Shunday qishloqlar ham yordam berdi. Iloji boricha hamma yordam berdi. Endi boshqa iloji qolmadi, ilojimiz qolmadi. Kasali juda jiddiy ekan. Iltimos, turmush o'rtog'im yaxshi bo'lib ketishi uchun yordam qilinglar. Shugina farzandlarim yetim qolmasin. 1 yil bo'ldi, pashti 1 yildan beri yuguramiz. Operatsiyaga tayyor bo'lgan. Operatsiyaga pul yig'ishimiz kerak. Iltimos, saxovat insonlardan yordam so'raymiz. Dadam tuzalib ketishini xohlayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kim dadamga ehson qilsa, ularga men jannat tiladim. Men o'lsam birovga qiyinmas, o'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarru qilsam ham, gunohlar tark etmas tanimni. O'limdan qo'rqmadim, ey Alloh, o'yladim mushtfar onamni. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga.